Glifos preparati so'yilmagan, mana ajriqlar chisti turibdi. Chisti shunday ajriqlarga so'yilgan o'rda. Ko'pchilikdan savol kelib tushdi kommentariyalarda, glifos preparati ajriqqa ta'sir etadimi deb. Mana ta'sirini ko'rishingiz mumkin. Nakay tamirlardan mazasini qochirib tashlagan. Yana quritib tashlagan shu narsani, chisti o'rmonday bo'lib turibdi ana shu. Qasim ekan chiqib oldi effekti. Herbitsiddan glifosani oldik. Avval bizlar ham shu odamlardan qarab turib, unga ta'sir qilmaydi, menga ta'sir qilmaydi dedi. Meni ajriqlarda rasvo qilib turib, shu darajaga apardi. Endi bu ko'rgandan pushaymon bo'lgan bo'lishi mumkin. Gektarna 5 litr deb berdi, Navro'zbek gektarna 5 litrdan sapdik. Mana xudo xolasa, в общем, zo'r rezultati. Bunday rezultatni bizlar kutib qo'ygan edik. Eng zo'ri bizlarning kutgan effektimizni berdi. Bari o'tlarni quritib, na ajriq qoldi, na qamish qoldi, na suv qoldi, na yangi qush qo'nmas o't qoldi. Bu deri olma daraxtini tanasine tekkanning zalali yo'q, faqat bargdan ta'sir etadi. Bargdan tiygan narsasini quritadi.